injektorimiz bo'ladi. Italyaniki bo'ladi, Rail. Hop, и reduktorimiz ham italyanskiy Lavator bo'ladi. Mana shularni Mashinalar tavsiya qilamiz. Xo'p, bular originali hisoblanadimi? Ha, bular originali. И blok управленияsi Yevropa gaz bo'ladi. Vasco 24 ga 4 degan. Hop, 32 ga 4 ni ko'pchilik qo'yapti, uni tavsiya qilmaymiz biz. Eng zo'r yurayotgani mana shu Vasco bo'lyapti. Mana shularniki bo'ladi aka. Xo'p, bularda aka, misol uchun deylik, hozirgi kunda nima edi, tashqi ko'rinishdan ko'pchilik ajratmaydi. Xo'p, arzonrog'i ham bor, qimmatrog'i ham bo'ladi aka. Xo'p, bularda qanday farqlasa bo'ladi aka, misol uchun deylik? Bularda hozircha analogi chiqmagan. Bular hozir yaxshi. Ma'uniki hozir chiqdi. Rangi o'zgardi bizda, yana seriya kelyapti, yashil kelyapti. Xo'p, buni Xitoylari ko'proq, xo'p, qarasalaring metida ko'k mana bunaqa plombalari bo'lmaydi. Xo'p, keyin ishlanishlarda mana ular yaltiroq qilib ishlangan bo'ladi mana. Mana shu detallari yaltiroq bo'ladi. Yoki sariq qilib qo'yishgan bo'ladi, shunda Xitoy bo'ladi. Ularniki Xitoyniki bo'ladi. Lekin bu haqiqiy original hisoblanadi. Original hisoblanadi. Mana shu ko'rsalarning plombalari bo'ladi, ko'k. Ishlanishlari ham bunaqa yaltiratib ishlatishmaydi. Ya'ni sal matviy tortadigan variantga o'xshab ketadi. Juda ham zo'r bo'lsa. Reduktorlari ham original qo'yiladi. Original italyanskiy. Hozircha buni nimasi chiqmadi, kopiyasi chiqmadi. Kopiyasi chiqqan yo'q. Kopiyasi chiqqani yo'q. Juda ham zo'r. Xo'p, endi aka ko'pchilik so'rayapti, misol uchun propan sinfga qilgandan keyin, misol kimdirlar tezroq yuradi, kimdirlar sekinroq yuradi. Endi tezroq yuradiganlar uchun bular ham propan bilan benzin rasxod qiladimi aka yoki polniy propanda yuradi? Propan, polniy propanda yuradi. Tezroq yuraman deganlarga biz o'sha nastroykasidan tezroq yuradiganga mo'ljallab nastroyka qilib beramiz. Men sekinroq yuraman deganlarga sekinroq qilib, o'sha shahar ichida yuradigan qilib to'g'rilab bersa bo'laveradi aka. Juda ham zo'r bo'lsa. Xo'p, hozir aka, misol uchun deylik, bularga nechtalik qo'yiladi aka? Misol uchun deylik, aytilayotgan summani ichida qanchalik balon qo'yiladi aka? 42, 47 tushaveradi. Tushaveradi. Yani 63 ham tushaveradi. 60, 63lar ham tushaveradi. 60, 63lik qo'yib bering deydiganlarga 400 ming so'm farqi bo'ladi. Bularga hozir 4 million 800 qo'yapmiz. 4 million 800. Original zapchastlar bilan. Original zapchast qanchalik anaqa propanlar ichida bo'ladi? Baloni Xo'p, ko'tarilishimi? Yo'q, anaqasi, litri. Litri 47lik bo'ladi. 47lik bo'ladi. 47lik. 4 million 800 ming so'mning ichida 47 talik balon bo'ladi. Ya'ni zapaskani o'rniga tushadi, tepali hech qanday ko'tarilib bo'lmaydi, shunday holatda bo'ladi. Zapaska baloni ham ustida turaveradi. Ustida turaveradi. Deyman, unisi yopilaveradi. Bemalol tushaveradi. Tayyorki shumkali bo'ladimi yoki shumkasiz bo'ladimi aka? Shumka qilishni tavsiya bermaymiz. Agar yo'q shumka qilinsa ham o'sha o'zini mutaxassisga olib borib, yaxshilab shumka qildirib kelib berishsa, o'shunda qilib beraveramiz. Chunki biz shumka qilib qo'yganimizda, endi baribir shumkani o'z usta har bir ishni o'zini ustasi qilgani yaxshi. Biz qilganimizda